Aktyor Shahzod Sultonov bugun Instagram sahifasida o'zi bilan ro'y bergan ko'ngilsiz voqea haqida ma'lum qildi. U holatni shunday izohlaydi: odamlar xohlagan joyini meniki deb o'zlashtirib olyaptimi? Qiz bola bo'lmaganida o'zim bilardim qanday gaplashishni. Bir ko'rsatuvda bir gap aytgan edim. Ayol kishi ojiza, uni so'kib bo'lmaydi, urib bo'lmaydi, hech narsa qilmaydi. Agarda u ayolligidan chiqdimi, sansirab so'kyaptim, o'sha erkak kishi. Erkak kishini qangalatsa bo'ladi. O'sha gapimga to'ppa-to'g'ri keladigan qiz ekan deydi Shahzod Sultonov. Shundan so'ng aktyor qizning akasi u bilan aloqaga chiqishini so'ragan. Birozdan so'ng aktyor qizning akasi bilan bo'lgan muloqot aks etgan videoni o'z storiesiga joyladi. Videodan ko'rinadiki, qizning akasi Shahzod Sultonovga qo'pol muomalada bo'lgan. Kim o hoji kim ekan u? Chaqir zalga. Hozircha ushbu vaziyat nima bilan yakun topgani haqida aniq ma'lumotlar yo'q.